avval barcha mana shu kelayotgan hayit bayrami. Qolaversa Navro'z bayramini kim yuragidan tabriklaydi? Barchani oilaviy tinchlik totuvliklarni hamisha sog' bo'ling, to'ylar qiling, to'ylarda birga yelkabosh bo'lib xizmat qilib yaxshi bo'ladi. O'lim uchun bo'lmasin. Nimaiki yaxshi niyatlarimiz bo'lsa amalga oshsin. Mana yoshlikda yosh, mana shu xalq xizmatida yurdik. Doim umrimizni o'tkazdik. Xudo rahmat qilsin, shohda jannat qilsin. Najariya sog', dunyo uzoq bo'lsin. Samimiy tilaklarim sizlar uchun. Oilaviy baxt saodat, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Bizning kunlarimiz uzoq bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmon musaffo bo'lsin. Rahmat hammalarga. Qo'lga olganmiz. Mana shu sizlar bilan birgalikda amalga oshiramiz. Ham jihat bo'lsa, hamma ishni o'tamiz. Ajoyib niyat qilganmiz. Alloh nasib qilsa shu o'rtamizda turib oshcha, misol ikkita odamni Alloh nasib qilsa yaxshi niyat bilan safarga jo'natamiz deganman. Hammamiz aql bo'lsa, birga bo'lsa shu niyatlarimiz amalga oshadi. Salomat bo'linglar, to'ylar qilinglar, xizmat qilinglar. Kasal bo'lmasin hech kim. Hamma umringiz uzoq bo'lsin.